Hamma obunachilarga salom. Uncha paytdan beri video chiqarmay qo'yganim sababi men sal eskiroq versiyada o'ynayotgandim. Yangi versiyaga o'tdim. Shuning uchun ancha vaqt video qo'ya olmadim. Xullas shuning uchun o'tgan safarga o'chib ketgan uchun boshqa endi bu emas, Oroldagi serval yangi birinchi qismi bo'ladi. Maqsad 100 kun davomida Minecraftdagi bosslarni o'ldirib, eng kuchli aslaha bo'lmish Netherite aslahasini to'plash. Demak, biz bu videoni boshladik. Va hozir ozroq bo'ldi va boshlaymiz. Bu versiyani eshitishimcha bunga nayzalar qo'shilganmish. Bu versiyaga nayzalar qo'shilgan ekan. Demak, nayzalarni sinab ko'rish vaqti keldi. Bitta savol, Netherite nayzani qanday yasash? To'g'risi Netherite nayzani o'zim yasashni bilmayman. Uni ham olmasdan Netherite'ga aylantiramizmi yoki Netherite bo'ladimi bilmadim. Shularda aylanib yuraveraychi, balki qishloq chiqib qolar. Xuddi o'ylaganimday qishloq chiqdi. Va sandiqlarida nimalar bor? Yaxshiroq effektiniz bir. Bu effektiniz 3, lekin ketmang effektiniz 3 nima kerak? Bu ancha kerak bo'ladi. Qimmatbaho. Blok olmasak. Yani golem va demirchini uyiga ikkitasi yonma-yon turgan. Bu yangi versiyaligi uchun FS. Ana aytdim men sizlarga. Nayza bo'ladi dedim. Ana nayza chiqdi. Ayni shu nayzalarni kutib temir nayza bilan zo'r kuch. Buni qandaydir kuchda sehrlasa, bu bilan ancha masofaga uchish mumkin. Olmos. Bu bilan ancha masofaga uchamiz degani biz zo'rmiz degani. Nonni qo'yamiz. Yangi versiyada ko'p narsa o'zgardi. Bunday o'zgarishini kutmagandim. Kechgalarda olamiz. Hozircha shular kerak. Tezroq qaziydi. Kimda sinab ko'rsak ekan nayza. Cho'chqidan boshqa mob kerak. Bu xavfliga. Aytdim, xavfli dedim. O'lmadi. Kim esin mana shu yerda o'lib qoldim. Tezroq 3 ta blok olamiz.
va yugurib kelamiz. Inventarni ochib 3 ta blokni olib golemga qarasak. Yetib qopti omad. Hozircha oldingida 250 ta zarbaga yetsa kerak menimcha. Bunday versiyasi ham bor. Yaqinroq borsa qanchalik o'zini sehri bilan sehrlasa 10 blokgacha uchish mumkin. Va golem va temir. Wow. Bu burchaklarda uy bor ekan. Shunda bugungi videoni tugatamizmi? Shu yerda shu bilan bugungi video shu yerda yakunlandi. Keyingi videoda nima qilishimni kommentga yozib qoldiring. Yoki ozroq aylansakmikan? Buni sehrini ishlatgim kelyapti, ishlata olmayman-da. Mana hozir jitillarda ko'rsataman. Jitillarga ishlamaydim. Jitillarga ishlamaydi ekan. Hayvonlar ham yo'q. Lekin qo'yib bormay u yoqqa borib o'tiraman. Mayli, cho'chqada tekshirib ko'ramiz. Yaxshi, xullas. Bugungi video shu yerda yakun topadi. Hammaga xayr. Deyishdan oldin xayr deymiz. Mana shuni sal jonini ketkazdik. Men